alaykum qadrli do'stlar, Sportso'z saytining Yakka kurashlar YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda o'ziga xos suhbat mavjud. O'zbek yakka kurash olamiga chaqmoqdek portlab kirib kelib, ma'lum bir muddat so'nib qolgan inson, Bahaka Team klubi asoschisi Bahodir Ahmedovni suhbatga tortamiz bugun. Shuning uchun biz Olmaliq shahriga yetib keldik. Bahodir, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamay kelib qo'llaringizni. Sekin Olmaliq shahrini bir ko'raylik. Bahaka Team klubiga tashrif buyurmagan edik. Juda ko'p gap so'z bo'ldi. Juda ham ajoyib zal deb ta'rif berishdi. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib kelaylik deb Olmaliq shahriga tashrif buyurdik. Yoningizga ko'rib turganimdan xursandman albatta. Biz ham xursandmiz. Shunchalik e'tibor qilib kelib. 1 yil muqaddam o'sha suhbat qurgandik, podkast olgandik. O'sha vaqtda juda ham bir niyatlaringiz ulkan edi, juda ham ishtiyoq yuqori edi, lekin negadir siz yakka kurash olamida shunchaki yo'qolib qoldingiz. Juda ham hayron bo'ldim. Sabab nima bo'ldi? Yo'q, sabab tinch, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Nega ko'rinmay qoldingiz? Endi sportda sal o'zimiz nima deydi, shaxsiy ishlar bilan sal ovora bo'lib, shunaqa bo'ldi. Shaxsiy ishlar sabab bo'ldi xolosmi? Ha, shaxsiy. Endi Bahaka Team klubini ham o'sha sharafini himoya qilib, Bahaka Team klubi nomidan chiqayotgan bir qator ko'zga ko'ringan sportchilarimiz, MMAchilarimiz bor edi. Misol uchun Mavlonbek Mirkomilov, Sardor Xudoyberdiyev, Habib Gaziyev, Odilxon Kamolov. Ular ham negadir Bahaka Team bilan aloqani uzdi shekilliga. Yo'q, aloqani uzmas, endi nima deydi? Biz o'sha bayislar bilan ishlagan bo'lsak, hammasiga qo'limizdan kelgancha sponsorlar qilib o'shani ishlaganmiz, endi samimiysin. Shu endi hammasini o'zining sababi, o'zining ishi bilan hammasi o'z-o'zi. Yo'q, endi sal ochiqlab keting, sal nima deydi, realistroq bo'ling. Shunchaki Bahaka Team sindi, Bahaka Teamning kemasi cho'kdi degan gap so'zlar ham ko'p bo'ldi-da. Shunchaki yo'qolib qolish bu shaxsiy bir ishlar tufayli emas-da, baribir qanaqadir sabablar bor-da. Yo'q, hammasi yaxshi. Oldingidek qanday bo'lsa shunaqa. Faqat o'zimiz sal professional bayislar bilan kamroq ishlayapmiz hozir. Shu. Oldingidek emas ishlashimiz. O'sha noldan chiqarmoqchisiz. Havaskor o'zimiz noldan, misol nima deydi, o'sha havaskor sportchilarimiz bor, hozir shuni tayyorlayapmiz. O'zi bu yildan boshlanadi. Demak, rejalar bor, hali rejalar o'z o'rnida. To'xtab qolganingiz yo'q. Inshaalloh. O'sha vaqtda ham savol bergandim. Bahodir, juda ham katta pul sarfladingiz bu sport turiga. Ertaga shundan afsuslanmaysizmi agar muvaffaqiyatsizlikka uchralsa deb savol bergandim. Yo'q deb javob bergandingiz. Hali ham shu fikrdamisiz? Ha, shu fikrda. Endi sport uchun qilyapmiz. Avlod, yosh avlod uchun. O'zbek sportini rivojlantirish uchun, o'zbek sportiga o'zingizni qaysidir ma'noda hissangizni qo'shish uchun qilgansiz. Hech qachon afsuslanmaysiz. Buncha sarf xarajatdan. Yo'q, umuman. Chotki, nabrot yanada anaqalarimiz katta, rejalar. Yanada sarf qilishingiz mumkin. Albatta, yana undan ham dahshat qilishimiz mumkin. Undan ham 10 barobar zo'r. 10 barobar. O'sha taniqli sportchilar, MMAchilarimiz bilan hozir ishlamayapsiz ekan. Hozir zalda eng ko'zga ko'ringan sportchi kim? Shogirdlaringiz kim? Endi hozir boya aytgandek shu nima deydi, havaskor sportchilarimiz asosiy. Shular bilan ishlayapmiz. O'shalarni bu yildan o'zi nima deydi, katta ligalar bilan olib chiqmoqchimiz, ligalar bilan shartnoma qilib. Demak, professional darajaga yetib kelishdi hozirgi havaskorlaringiz. Tushunarli. Murabbiylar haqida nima deysiz? Men Ramazon Halmenovni ko'rdim, grappling bo'yicha murabbiy, yaxshi bilaman, yaxshi mutaxassis. Undan tashqari yana qanaqa murabbiylar bor? Chunki bunaqa katta zalda menimcha bitta murabbiy yo'q, bitta emas, kerak bo'lsa 3 ta murabbiy ham kamlik qiladi. Bizda endi 3 ta murabbiy bor. Bu yerda bittasi Ramazon, o'zimiz Ramazon, grapplingdan o'tadi, u starsh trener. Keyin Mo'min bor, Abdullayev. Mo'min Abdullayev erkin kurashdan. Nargi Samarqandlik Mo'min Abdullayev bo'lsa, keyin uchinchisi o'zimiz ona Qahramon Tursunboyev ham murabbiylik qiladi-da, u MMAdan. Faoliyat yuritadi murabbiylar. O'zingiz ham bevosita kelib kuzatib, qandaydir o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etib turasizmi? Yo'q, oldin qilar edim. Hozir bir 3-4 oydan beri to'g'risi o'zimning shaxsiy ishlarim bilan ovora bo'lib, uncha ham yo'q.
Demak, Baxaka timda barchasi joyida. Baxaka timni kemasi hali cho'kkani yo'q yoki suv osti kemasimi sizniki? bizga xudo xohlasa cho'kmaymiz. Hozir niyatlar katta. U nima deydi? Endi MMAni yanada yaxshi tushunyapmiz-da, mana kelib kirib. Siz Toshkent viloyati pankration va grappling rahbari edingiz, adashmasam. Hali ham shu lavozimdamisiz? Yo'q, hozir yo'q bu narsaga. Chunki hozir pankration grappling bilan MF bitta bo'lib ketdi endi. MMA aralash jang san'ati bo'ldi. O'shanga biz o'zimiz nima deydi, bu narsani xohlamadik-da endi. Tadbirkorlik yo'lini tanladik shu. O'zbekistonda ko'plab ligalar ochilyapti-da. Mana guvohi bo'lgan bo'lsangiz, Mango ligasi ochildi, birinchi turnirini o'tkazdi, ajoyib tarzda. BPL Boburiylar professional ligasi tashkil etildi. Demoqchimanki, hozir yaxshi sportchilarga ajoyib sharoitlarni yaratib bera oladigan ligalarni ochish mumkin bo'lib qoldi, qaysidir ma'noda. Endi siz tadbirkor sifatida balkim bu yo'lni ham tanlab ko'rarsiz. Lekin bu narsa bo'yicha to'g'risi umuman ligaga umuman qiziqmaganman. Endi misol liga, umuman bu ligani ochish va qiziqish umuman xohishim yo'q bu narsaga. Umuman. O'ylab ham ko'rmayman. O'ylab ham ko'rganingiz yo'q. Kerak ham emas sizga. Kerak ham emas menga. O'zi nechta bola mashg'ulot olib boryapti zalingizda? Hozir bolalarimiz 100 ga yaqin bolalar bor. Shundan bir 20-30 tasi anaqa professional o'zi nima deydi? Havaskor boyislarimiz bor hozir. Qarang, Bahodir, mana endi qaysidir ma'noda bu yerga juda katta pul sarfladingiz. Mana o'tgan vaqt mobaynida ishonch hosil qildingizmi? Qachondir shu sport orqasidan sarflaganlarimni chiqara olaman deya u tushimga ham kirmaydi unaqa chiqarish yo'q, xayolda. Boshida ham bo'lmagan xayolingiz. Boshida ham bo'lmagan. Bu narsani misol menga sport yangilik emas. Misol demoqchiman, oldindan aytdim-ku, o'zim ham murabbiy bo'lganman. Misol sport shkolasi rahbari bo'lganman. Toshkent viloyati sportda ham rahbari bo'lib, bu narsani tushunaman-da endi sportni. Sportga misol tadbirkordan pul tikib, bu yerdan foyda qilaman deyish bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da, qiyin-da. Shuning uchun bu yerdan foydani ham o'ylamaganman. Faqat shu yoshlarga nima deydi, sharoit yaratib berish. O'zingiz fanatsiz. Sportni yaxshi ko'ramiz, shu fanat, kasal deydi, kasalimiz. Tushunarli. Bahodir, mana ko'rdingiz, pankration, grappling, MMA birlashib ketdi. Yangi rahbariyat keldi. Bu haqida qanaqa fikrdasiz? Umuman O'zbekistonda MMAni rivojlanishi borasida mana mutaxassis sifatida aytingchi, Toshkent viloyati sport rahbari bo'lganman dedingiz. Sport begona emas dedingiz. Qanday qaraysiz? Endi men qanday xulosa qilasiz? Xulosa misol ijobiy. Qaysi ma'noda? Misol oldin o'zimizning MMAda yursak, xavotirda yurardik. Endi bilardingiz, hozir men ichki ishlar tizimiga samimiy bo'lding, ichki ishlar tizimiga o'tganiga biz juda ham xursandmiz shu narsaga. Hozir oldin bilasiz, MMA sport turi sal interiga ko'p yuradi-da ko'chada. Biz hozir mana ichki ishlar tizimi bilan mana ishlayapmiz, samimiy, juda ham xursandmiz. Bizga mana shu narsa xohlagandik-da biz. Mana hozirgi rahbariyat zo'r, mana Hoji Akbar aka bosh kotib, mana misol MMAni как professor desa bo'ladi-da, yaxshi tushunadi hamma narsani. Mana o'zi ko'p joylarda o'zi порядок nima deydi, joy-joyga qo'yyapti. Biz xursandmiz shu bu narsa. Ligalar ko'paydi. Ligalar ko'p. Bu yaxshi. Yaxshimi ligalar ko'paygani? Endi, конечно, nima deydi, rivojlanish bo'ladi. Masalan, monopoliya bo'lmaydi-da endi. Qancha liga ko'p bo'lsa, shuncha o'sish bo'ladi. Lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da, har xil o'sha ligachalar paydo bo'ladi-da. Misol uchun sportchilarga u qadar imkoniyat yaratib bermaydi. Aksincha shunaqa sport musobaqalarini ko'rdik, ligalarini ko'rdik, professional tarzda urushtiradigan, o'sha kerak bo'lsa sportchidan urushgani uchun pul talab qiladiganlarni ham ko'rdik-da. Shu nuqtai nazardan aytyapman. Demoqchimanki, yaxshi sharoitga ega bo'lgan sportchilar uchun kerakli gonorarni bera oladigan ligalarni bo'lgani yaxshi emasmi? Endi albatta, yaxshi bunaqa liga bo'lsa zo'r. Hammaga yaxshi bo'ladi. Ko'p Baxaka tim klubi vakillari Oktagon ligasi bilan shartnomasi bor edi, janglar qilar edi. Negadir Oktagon ligasida ham keyingi vaqtda ko'rinmay qolishdi. Yo'q, Oktagon bilan shu shartnomamiz bor edi. Boyislarimiz endi bittasi Turkiyaga ketdi, bittasi yoqqa, endi hammasi o'zini
nima deydi, oilaviy muammosi bo'lib ketadi ko'p baislarimiz. Yo'q, shuni ochiqchasiga aytmadingiz-da. Misol uchun Mavlonbek Mirkomilov mana nega hozir siz bilan hamkor emas? Yo'q, endi Mavlonbek bilan bizni o'sha muddatimiz bo'lgan. Ha. Ishlaganmiz endi. U MMAga hozir qancha chuqurlashsak, shuncha anaqa gap bo'ladi, ko'payadi-da. Hammasi zo'r. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Sardor Xudoyberdiyevga adashmasam avtomobil sovg'a qilgan edingiz. Sardor Xudoyev bilan yaxshi ishlashganmiz. Misol o'zi ham biladi. Biz bironta baislar bilan, professional baislar bilan hech ziyonimiz ham tegmagan. Bir qandaydir mushkul yengilligimiz tekkan bo'lsa tekkandir, lekin ziyonimiz tegmagan. Demak, ular bilan hech qanday yomon munosabatda emassizlar. Yo'q, hech qanaqa. Barchasi joyida. Hammasi joyida. Odilxon Kamolov bilan qanaqa tarzda shartnoma tuzilgan edi? Odilxon Kamolov endi o'zimizda yaxshi, o'zimiz bahaga tegib. Hali ham birgamisizlar? Biz bilan birga, u bilan biz anaqa nima deydi, bir narsaga bormaganmiz hech. Yaxshi. Habib Gaziyev adashmasam oxirgi marta Waya Warriors'da urishtirdingiz. Shundan so'ng menimcha ko'rinmayapti. U Turkiyada hozir tirikchilik, o'sha yerda yashaydi. Bo'ldimi, sportni tark etdim. Yo'q, o'sha yerda shug'ullanyapti MMAdan. Chiqib o'sha yerda tirikchilik qilyapti. Endi shunaqa gap so'zlar eshitildi-da, misol uchun Bahaka Team bilan ushbu sportchilar kelisha olmay qoldi. Qaysidir ma'noda Bahaka Team va'da bergan narsalarni bajarmadi degan gap so'zlar ham bo'ldi. Yo'q, bunaqa bilmadim, bunaqa gaplar, lekin biz kim bilan ishlagan bo'lsak, hamma baislar bilan chiroyli ishlaganmiz deb o'ylayman. Nabur bizga o'xshagan odamlar ko'paysa yaxshi O'zbekistonda. Negaki mana o'zingiz ham bir xabaringiz bor, bilasiz, eshitgansiz. Zo'r misol tumanlarda bor yaxshi MMAchilar. Sharoit yo'q-da. Biz bu yerda hech narsa professional baislardan hech narsa talab qilmaymiz. Na bir puliga aralashamiz, na bir gonorasi, hech narsa olmayman. Qo'limga bir tiyin ham ishlatmaganman. Hayot mana shu. Men faqat mayli endi baislar bizga a'zo bo'lgandan keyin shu bitta flagimizni olib chiqib mana qilmasa bir marta shu boshqa hech narsa ularga nagruskamiz yo'q. Biz nabrot ularga vitaminizatsiya deydimi, rag'batlantirish deydimi, nima bo'lsa doim yordam berganmiz. Nabrot bizga o'xshagan odam ko'paysa men tarafdoriman. Qani edi ko'p bo'lsa shunaqa. Biror marta bir gonorardan 1 so'm ham olmagansiz? Yo'q, umuman qo'limga ham ishlamaganman. Mana shu baislarimiz bo'lsa ham menejerga o'ziga ko'rsatib, mana berib yuboring deb o'zi olsin deyapti. Qo'limga olmayman. Hozirgi MMAda baribir tan olish kerak, u yashirayotgan narsa emas. Kim chiqarsa baribir 20% mi, 15% oladi. 30% olishyapti. Misolda endi 20, lekin olmayotgani ko'paysa men xursand bo'laman. Mana bizga o'xshagan men o'zimni bir oq bir narsa demoqchi emasman, qora deb. Masalan, qani edi baislarga yordam bersa, olib chiqsa, sponsorlik qilib, puliga aralashsa. Endi baislar nima deydi? O'zingiz bilasiz, bir 99% hammasi qiynalgan baislarda. Endi misol boyni bolasi chiqib ushmaydi-da, MMAda. Jonini kuydirmaydi. Ya'ni o'zingiz bilasiz 99% hammasi qiynalgan bolalar bo'ladi. Endi undan olgan gonorasini misol biz olsak bizga men misol o'zimni ep ko'rmayman o'zimga. Hech bir hafsalangiz sovib, qo'lingizni siltab, "Boray, bu sporting" degan vaziyat bo'ldimi? Endi bo'ladi, endi hamma joyda ish jarayonida bo'ladi ularda. Bo'ladi. Endi gapirsiz ko'p deydi-yu. Gapiring, mana misol uchun kimgadir saboq bo'lishi mumkin, qaysidir sportchilar bundan xulosa chiqarishi mumkin. Endi qanaqadir rahbariyat to'g'ri qabul qilishi mumkin. Yoriling. Yo'q, endi bunisi yaxshi. Prosta men deganim baribir nima deydi, sportchilarga aytayotgan narsam hamma o'zi nima deydi, bir so'zlik bo'lgan yaxshi-da baribir ishlagani. Misol gapiga javob berishga yana yaxshi demoqchiman. Danlichi shu fikrdaman. Yaxshi demoqchiman. Hech qaysini yomon demoqchi emasman. Bu ishlasa zo'r, baribir nima deydi, tushunib danlish ishlasa zo'r-da. Misol zo'r baislar bor, bilasiz, mashina lekin finansidan yo'q. Zo'r lekin bais ko'rsangiz. Sal unga o'sha kimda bor, kimda narsa yo'q. O'sha narsa sal birlashib qilsa danlish ketaveradi-da, o'saveradi. Tushunarli. Bahodir, mana ushbu sohaga kirib kelayotganimda, shu zallarni, shu klublarni tashkil qilayotganimda hech qanday bir manfaat ko'zlamaganman dedingiz. To'g'rimi? Mana sportchilardan ham hech qanday bir gonorarini olmaganman, olmayman ham deyapsiz. Albatta.
bu shunchaki ishqibozlik ortidan o'zbek sportiga o'sha qaysidir ma'noda bir hissangizni qo'shish. Albatta. Bu narsa vaqtinchalik emasmi? Yo'q, bu narsa Qandaydir manfaat bo'lmasa bir vaqtinchalik holatga o'xshayapti-da, bir qo'lingizni siltab boray deb ketaveradigan vaziyat bo'lishi mumkin-da. Siltash ham bo'ldi. Ya'ni bo'lmadi emas, bo'ldi. Mesela ko'nglim qoladi endi, qandaydir ish o'zim xohlamay ham qoldim. Lekin orada mana bu boyaga ko'rdingizmi, mana yoshlarimiz ko'ryapmiz, shularni keladi oldingizga ana nima deydi, bir ularga biz qanaqadir yo'l boshlovchimizmi deb o'ylaydi-da endi ular. Bizga gap qaraydi, shular uchun majburmiz endi yana shu MMAda shularni biz hozir yetalamasak, shularga sponsorlik qilmasak, shularni sal olib chiqmasak, ular qolib ketadi yana shu yerda. Shu motivatsiya nimada? Siz uchun bir zabt qilinadigan narsa bormi shu faoliyatingiz mobaynida? Albatta, xudo xolasa. Zabt qilinadigan narsa nima? O'sha kulminatsiyasi nima? Bizning niyatimiz bor. Biz ham xohlaymiz UFC'larga olib chiqish, katta ligalarga. Niyatimiz bor, inshaalloh olib chiqamiz. Mana shu bitta bo'lsa UFC'ga olib chiqamiz boyasi. Demak, siz bugunni ko'rmayapsiz, siz uzoqni rejalashtiryapsiz, to'g'rimi? Arqonni uzun tashlagansiz. Niyatimiz shu. Tushunarli. Hozir endi misol professional jangchilar, professional sportchilarimiz, misol uchun sharoiti yo'q, ba'zi bir ko'zga ko'ringan sportchilarimiz bor. Bahodir aka, shunaqa vaziyat, klubingiz nomini, sharafini himoya qilaman, nomini ko'tarishga hissamni qo'shaman. Shu menga yordamingiz kerak desa, qanday javob berasiz? Endi yelkasini itarmaymiz, gaplashamiz, bir ko'rish gaplashib, nima deydi, yaxshi naqas bo'lsa, podдержка qilamiz. Maqsadimiz shuku o'zi, yoshlarga podдержка qilish. Yo'q, hozir professionallar bilan emas, ko'proq havaskorlar bilan ishlayapman deganingizga aytyapman-da. Lekin shunday sportchilar murojaat bilan chiqsa, demak, gaplashib ko'rishingiz mumkin. Albatta, endi gaplashib, o'sha yaxshi bo'lsa, sal tushunsa ham qilamiz, albatta yordam beramiz. Psixolog bo'lib qolgandirsiz. Endi hozir gaplashib turib, uni niyati nima ekanligini bemalol bilib olsangiz kerak. Endi hozir bemalol ajratsa bo'ladi. Ko'zingiz pishib qoldi endi. Endi tushunib qoldik, aytuvchi. Umuman siz Bahaka Team bilan hamkorlik qilsa zo'r bo'lardi degan sportchi bormi? Lekin siz bilan hamkorlik qilmagan. Endi bor. Kim? Misol, endi aytilish shart emas. Ayting, kerak qiziqda. O'zimizga misol yoqqan bayislar bor, ko'rganman. Misol zo'r shunaqa bayislar ko'rganman. Endi aytishim shart emas. Bittasini ayting. Qanday deb aytsam endi? Mana misol mana Fight Baza deysiz, men shu narsasiga rosa havasim keladi shularga. Misol bayislari o'sha murabbiysi Dimir Xudikova, misol bo'lsa, o'sha murabbiyolari gapi yo'q. Misol Dimir Xudikova ham yordam ham beradi-da, endi u ham sponsorlik ham qiladi. Men bilaman-da endi narsani, eshitganman ham. Lekin shuni komandasiga berib ketganim juda ham qattiq hurmat qiladi murabbiyisini. Gapi yo'q, Shu narsani misol men gapirayotgan gapda endi to'g'risini aytish kerak. Havasim kelgan shu narsaga. Juda ham ustozlarini, bolalari nima deydi, hammasi zo'rda, bir inoqda. Beshga yetishga aqlligi bor. Albatta, aql. Aytmaysizmi, kim bilan hamkorlik qilish istaganingizni? Sir bo'lib qolaversa o'zimiz. Sir bo'lib qolaversa. Mayli, keling, Fight Baza yoki misol uchun mana Jasur Aljonovni klublaridan tashqari misol uchun ko'rgandirsiz. Yoshlardan, mana havaskorlar o'rtasidan bu zo'r bola ekan, shu bilan ishlaganimda yaxshi bo'lardi degan bo'lsangiz kerak, baribir bordir shunaqalari. Yo'q, bor unaqa. Bizga professional bayslar ham ko'p chiqqan, aloqaga ham chiqqan o'zi. Mashhurlar ham chiqqanmi? Endi mashhur bo'lmasa, o'sha prof bayslar chiqqanda. Aytaylik, mana bir marta Oktagon ligasiga mana chiqyapti. Bahaka Team bayrog'ini olib chiqyapti. Siz qancha gonorar bergansiz unga? Endi har xilda biz har xil bilan ishlaganmiz-da. Qanday shartnomangizda bandlarini aytib bering. Nima bo'lgan? Bu sportchiga nima qilgansiz yoki oddiy shu Bahaka Teamni ko'tarib chiqqaniga pul berganmisiz? O'z qilgan narsani gapirsam anaqa bo'ladi-da. Yo'q, demoqchi bo'lganim, yo'q. Mana aytyapman-ku, shunchaki zalda reklama qilganiga pul to'laganmisiz yoki unga barcha sharoitlarni yaratib, vitaminizatsiya, ba'zi o'quv mashg'ulot yig'inlarini ham qilib berganmisiz? O'sha endi hammasi, barchasi. Qo'limizdan kelgancha yordam berganmiz.
Mana Sardor Xudoyberdiyevga o'sha yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, avtomobil sovg'a qilgansiz. Mayli, endi nomini oshkor qilmaylik, undan boshqa qaysi o'sha Baxaka Team klubi a'zosiga katta gonorar to'lagansiz? Qancha to'lagansiz? Aniqrog'i. Juda katta emas, bo'lishi mumkin. 3000 misol mana shunaqalarda berganmiz. 2000 qaysi biriga. Bittasiga 3000 berganmiz. O'sha urushgan gonorardan tashqari o'zingiz yoningizdan to'lagansiz. Men adashmasam sizni Italiya safarida, Yevropa safarida ko'rdim-da, ko'p mamlakatlarga bordingiz. Men o'yladimki, Bahodir Ahmedov bu Yevropaga bekorga sayohatga chiqmadi. Bu qaysidir ligalar bilan, Yevropa ligalari bilan yoki o'sha Yevropa klublari bilan bir qanaqadir shartnomalar imzolab kelsa kerak deb o'ylagandim. Ya biz biroz sayohat qilishga bordik. Umuman Baxaka Team klubi qaysidir xorijiy klublar bilan hamkorlik qilish niyati bormi yoki qandaydir muzokaralar bo'lganmi? Yo'q, muzokaralar to'g'risi bo'lmagan hali. Endi shu bitta Varius bilan ishladik. Varius. Habib liga. Men klub demoqchiman. Misol uchun TKM Mafid aytaylik. Shunaqa klub. Yo'q, ular bilan. Hozir klubda eng mashhur sportchisi Qahramondan tashqari yana kim? Shu qahramonimiz. Yakka. Qahramonimiz. O'sha qahramon. Yaqinda o'sha adashmasam Nayza ligasida urushtirib keldi shogirdingiz, klub a'zosini. Nayzada ham chiqib keldi. Brunolar. Bruno. Kim edi u? Sohib degan bayisimiz. Sohib. Hozir ham tiyaj bolamiz bor. Endi uni ham olib chiqmoqchimiz. Yaxshi. Hozir yana 10 marta yaxshiroq qilaman dedingiz-ku. Albatta. Nimani nazarda tutyapsiz? Yana 10 marta yaxshiroq. Nima u? Yana ishlaymiz, ko'rsatamiz, mehnat qilamiz. Yo'q, qanaqadir yana endi menimcha bu baza yetarli bo'lsa kerak. Yo'q, yana ochamiz. Yana ochamiz? Sizga aytdim, shahar kirish o'rnida. Yana ochyapmiz o'sha yerda, yana zal qilamiz. Shunaqa zalmi? Xuddi shunaqa. Bunchalik katta bo'lmaydi, shunga yaqin zal bo'ladi. Bu yetarli bo'lmayaptimi? Adashmasam, ikkita menimcha O'zbekistonda shaxsiy zallarni, shaxsiy klublarni ichidagi eng kattasi, eng sharoiti zo'r desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Menimcha o'sha bevosita video lavhada ham ko'rasizlar. Undan oldin ham ko'rishgan. Misol Farruh kelib syomka qilib ketgan edi, adashmasam. Farruh aka kelib ko'rgan. Farruh aka savollar bermasa odam. Yana nimaga kerak zal? Yana yoshlar uchun. Yoshlar uchun. Ben aytdim, bu yerda bizda manfaat bo'ladi endi, yo'q demaymiz. Misol bunaqa foydani o'ylash yo'q lekin. Shu o'zini qoplab yursa ham svetini anaqasini. Bitta basseyn kamlik qilyapti bu yerga. Endi shunaqa ochmoqchimiz naryoqda. O'sha basseyni bo'ladi, MMA zali, crossfit hammasi ichida bo'ladi. Yana qayoqqadir klub a'zolarini o'quv mashg'ulot yig'iniga, tog'larga yoki xorijiy mamlakatlarga olib chiqish niyat bormi? Misol uchun bor. Demoqchi bo'lganim, klub bilan muzokara o'tkazgan, borib bevosita sparinglar o'tkazib, shunaqa rejalar bormi? Bor, rejalar bor. Qachonga? Endi uni shu may-iyunlarda reja qilib turibmiz, rejalashtirib. Hozir murabbiylar yetarlimi siz uchun? Ha, albatta. Hozircha 3 ta murabbiyimiz bor. Endi bizda ishlamoqchimiz. Bu master klass deganga o'xshab trenerlar olib kelmoqchimiz. Hali bor reja. Mana endi o'sha savolga yetib keldik. 1 yil muqaddam bergan intervyuda, podkastda Fyodorni olib kelmoqchi edingiz. Bilaman. Gapirib qo'yganman-ku. O'sha uchun debman-da. Qachon olib kelasiz endi? Olib kelamiz hali. Qachon? Endi bu yil olib kelmoqchimiz. Mazkur yil. Yilda, Demak, do'stlar, Bahodir Ahmedov, Baxaka Team klubi rahbari va'da bergandek Fyodor Yemelyanenkoni O'zbekistonga olib keladi ushbu yil. 31 yanvar kuni navbatdagi intervyumiz bo'ladi. Yana kim rejangizda? Endi biz Fyodorga yoshligimdan qiziqqanmiz-da, haqiqiy. Nima deydi? Zo'r bayisda. Boshqa ko'zlaganingiz yo'q? Yo'q, aka. Tilimdan ushlab olar ekansiz deng. Javob berish kerak bo'ladi ertaga. Qo'l oyoqni kim qo'yadi? Ramazon grapplingchi. Mo'min erkin kurashchi. Qahramon MMAdan endi. Qahramon endi universal. Bokschi, boks. Yo'q, boksdan bor yana. Hozir gaplashyapmiz. Yaxshi bitta bunaqamiz bor, olmoqchimiz yana boksga. Mutaxassis. O'zi bokschi bo'lgan? Kickboxer bo'lgan. Kickbokschi bo'lgan.
o'shani olmoqchimiz. Shu rejalashtiribmiz. Tushunarli. Demak, do'stlar, Bahaka Team Bahodir Ahmedov hech qanaqa sinmabdi. Yo'q. Aksincha rivojlanayotgan, ma'lum bir tanaffus, baribir qaysidir rejalarni amalga oshirish uchun tanaffus kerak bo'ladi. Albatta, albatta. Sizda shunaqa tanaffus yuzaga Xuddi keldi. shunaqa hozir. Bundan ham dahshat bo'ladi hali. Do'stlar, Bahaka Team klubi o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'ygan. Barchasi joyida, har xil gap so'zlar shunchaki gap so'z xolos ekan. Biz ishonch hosil qildik. Bahodir, suhbat uchun tashakkur. Shunchalik kelib. Albatta omad tilaymiz va o'ylaymizki, shogirdlaringiz jahon arenasida ham yurtimiz sharafini munosib himoya qila oladi. Rahmat. Kelib tursalaringiz bizga motivatsiya bo'ladi. Shunaqa e'tibor berib tursalaringiz biz yana dars ishlaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Aka, rahmat.